Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Namangan shahar Afsona villasidan tayyor xonadon qidirganlarga 4 sotixli 4 ta xonasi bor xonadonimiz sotuvga qo'yildi. Hozir birgalikda ko'rib chiqamiz. Narxini videoning oxirida aytib o'tamiz. Darvozaxonadan kirganimizda 3 ta 4 ta mashina bemalol savdosi bo'ladi. So'killarni granit qilib chiroyli qilib beriladi. Bruschatkalarini bir qator ko'rib tekshirib beriladi. Qo'shni taraf devorli bo'lsa, oqartirib chiroyli qilib qo'yiladi. Ular yashashga tayyor qilib, ish qoldirmay beriladi. Zeleniy zonalarni ko'rishingiz mumkin. Archa yana ekib chiroyli qilib qo'yilgan. Biz xonaga birgalikda ko'rib chiqamiz. Xonaga kirganimizda katta hol, to'g'rida sanuzaylar. Kirganda chap qo'limizda mehmonxona. Mehmonxonani ham ko'rishingiz mumkin. Tayyor. Uni ro'parasida eshikdan kirganda o'ng qo'lda oshxonamiz. Oshxonaning jihozlarini o'zingiz chiroyli qilib joylab olasiz. Kirganda to'g'rida chap qo'lda kattalar uchun yotoqxona. Bu tarafda bo'lsa, bolalar uchun yotoqxona.